يكتب الله خيرا أنت تجهله وظاهر الأمر حرمان من النعم ولو علمت مراد الله من عوض لقلت حمدا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، الصلاة والسلام على من لا نبي بعده. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، أنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا سهلا. وبعد. Allah subhanahu va taolodan yordam so'ragan holatda Salasatul usul va adillatuha degan kitobimizdan darsimizni davom ettiramiz. Biz oxirgi darsimizda birinchi muqaddimani tugatgan edik. Aytdikki, har bitta musulmonga va muslimaga 4 ta narsani o'rganishlik lozim bo'ladi dedik. Birinchisi ilm. Ilmni 3 qismga bo'ldik: ma'rifatulloh va ma'rifatu nabiyhi va ma'rifatu din islamil adilla. Alloh taoloni bilishlik, Rasululloh sallallohu alayhi vasallamni bilishlik va islom dinini bilishlik, hammasini dalillar bilan bilishlik kerak. Xo'p, endi dalillar bilan bilishlik deganda ba'zi narsaga tanbeh berishlik unutibmiz. Ya'ni dalillar bilan bilishlik deganda umrini oxirigacha o'sha dalilni bilib olishligi shart emas edi kishilar. Ya'ni bir marotaba bo'lsa ham, o'sha yosh bola bo'lsin yoki mukallafga bir marotaba bo'lsa ham shu dalilni zikr qilib qo'ysa kifoya qiladi deydi. Misol uchun Alloh subhanahu va taoloni yagona ekanligiga dalil Qur'ondan bir oyat olib kelib qo'ysa yoki payg'ambar sallallohu alayhi vasallam Allohning rasuli ekanligiga Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytdilar yoki Alloh taolo Qur'oni Karimda Muhammadur Rasululloh dedi, Muhammad Allohning rasuli. Mana shu narsa kifoya qiladi deydi. Xosatan sharih Solih Ali Shayx hafizahulloh mana shu qavlni aytgan. Ya'ni illoki dalillar bilan bilishlik deganda o'sha bugungi kundagi olimlarga o'xshab dalillarni istinbotini va dalalatini hammasini bilishlik shart bo'lmaydi. Mana shu Qur'onda, hadisda kelgan narsalarni bir og'iz bilib qo'yadigan bo'lsa kifoya qiladi. Al-muhim 4 ta narsa: birinchisi ilm, ikkinchisi amal qilish, uchinchisi da'vat qilish, to'rtinchisi sabr qilish. Va aytdikki, bularni hammasini o'rganib, amal qilishlikda ham o'rganishlik kerak bo'ladi dedik. Sabr qilishlikni o'rganishlik kerak, da'vat qilishlikni o'rganishlik kerak, hatto amal qilishlikni o'rganishlik kerak deb aytdik. Bu birinchi muqaddima. O'zi aslida Salasatul usul degan kitobda Muhammad ibn Abdul Vahhab rahmatullohi alayh 3 ta muqaddima bilan boshlagan. Mavzuga kirguncha 3 ta muqaddima qiladi. Birinchi muqaddima u edi, ikkinchi muqaddimasi Shayx rahimahulloh aytadilarki: "Ya'lam rahimakallohu annahu yajibu ala kulli muslimin va muslimatin ta'allum thalathi hadhihi al-masail wal 'amal bihinna." Alloh taolo sizga rahim qilsin, bilingki, har bitta musulmon va muslimaga quyidagi 3 ta masalani bilib, unga amal qilishlik lozim bo'ladi. 3 ta masalani bilib, unga amal qilishlik lozim bo'ladi. Muhammad ibn Abdul Vahhab rahmatullohi alayh Alloh subhanahu va taolo u kishining yozgan risolalariga qabul berishligining sabablaridan bittasi har bitta olib kelgan masalaga dalillar olib kelgan, doim ilm bilan amalni muvofiq qilib kelgan. Mana bu o'tgan safarimizda ham aytdikki, ilm amal dedik. Bunda ham 3 ta narsani bilib qo'yishni o'zi kifoya qiladi demayapti. Bilib amal qilishlik kerak. Birinchisi, Alloh taolo bizni yaratdi. Bizga rizq berdi, bizni behuda tashlab qo'ymadi. Balkim Alloh taolo bizga o'zining rasullarini yubordi. Kimki mana bu rasulga itoat qiladigan bo'lsa jannatga kiradi, kim osiy bo'ladigan bo'lsa jahannamga kiradi. Buning dalili Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimda Al-Muzzammil surasida 15-16 oyatida aytadiki: "Inna arsalna ilaykum rasulan shahidan alaykum kama arsalna ila fir'auna rasula." Biz Fir'avnga elchi yuborganimiz kabi sizlarga ham Allohning huzurida guvoh bo'ladigan rasulni yubordik. Fir'avn qachoniki mana bu rasulga osiy bo'lganda biz uni qattiq ushlashlik bilan ushladik, ya'ni dunyo va oxiratda azoblaymiz. Alloh subhanahu va taolo mana bu oyatda fa'asa fir'aunur rasula fa akhadnahu akhdan wabila. Fir'avn bizni yuborgan payg'ambarga osiy bo'lgan vaqtda biz uni iqobladik, jazoladik degan nima degani? Biz sizlarga ham Fir'avnga yuborgandik, payg'ambarni yubordik. Fir'avn iymon keltirmadi-da, qarshi Tamam, darsdan keyin gaplashamiz. Qarshi chiqdi. Endi sizlar ham
biz yuborgan payg'ambarga qarshi chiqadigan bo'lsalaringiz, sizlarning holatlaringiz ham Firavundan farqli bo'lmaydi. Firavundaqa qarshi chiqsalaringiz iqob Firavundaqa bo'ladi. Pastroq darajada qarshi chiqadigan bo'lsalaringiz, uni ham iqobi mana shunday bo'ladi. Hop, birinchisi Alloh subhanahu va taolo bizni yaratdi va bizga rizq berdi. Va Alloh subhanahu va taolo bizni behuda tashlab qo'ymadi. Balkim buni yaratishligidan bir hikmat bor. Alloh subhanahu va taolo hakim bo'lgan zotdir, biror bir narsani behuda qilmaydi. Hop, mana bu o'rinda e'tibor berishligimiz kerak bo'lgan narsa, Alloh taolo bizni yaratgandan keyin rizqni ham Alloh taolo beryapti. Biz o'zimizcha rizqni topib olmayapmiz. Faqatgina Alloh taolo bizni rizq topishligimizga ba'zi bir sabablarni qilib qo'ydi. Bu sabablar doim ishga yaraydimi? Yo'q. Misol uchun ba'zi bir holatlar borki, oddiy bir misol, bir xil tijoratni oling. Ikkita kishi bor, ikkalasi bir xil ish qiladi, tijorati ham bir xil, lekin Alloh taolo qaysidir bir ishini o'nglab qo'yadi-da, boy bo'lib ketadi, bunisi bankrot bo'lib, kambag'al bo'lib ketadi. Bu sabab faqatgina Alloh taolo sabab qilsagina sabab bo'ladi. Ba'zi bir holatda o'tgan safar aytganimizdek sabablarni vojibi bor, mustahabi bor, mubohi bor, haromi bor, makruhi bor, shirki bor. Vojib bo'lgan sabablar inson jannatga kirishligi uchun iymon keltirishligi bu diniy vojib bo'lgan sabab. Farzand ko'rishligi uchun nikohlanib jumo qilishligi bu dunyoviy vojib bo'lgan sabab. Misol mustahab bo'lgan sabablar bor yoki muboh bo'lgan sabablar bor. Misol uchun kimki davolanishlikni mustahab deydigan bo'lsa, unda davolanishlik mustahab, dori ichishlik mustahab sabab bo'ladi. Kimki yo'q, davolanmaslik afzal deydigan bo'lsa, dori ichishlik muboh bo'ladi. Endi shirk bo'lgan sabablar bor. Nimani Zangotaga borib turib, bitta qurbonlik qilib turib, Alloh ham farzand bergan deydi. Bu shirk bo'lgan, harom bo'lgan sabablar. Qaysiki bir amal makruhga boradigan bo'lsa, makruh sabablar bo'ladi. Lekin mana bu o'rinda bizga kerak bo'lgan 3 tasi. Vojib, mustahab, muboh bo'lgan sabablar. Vojib bo'lgandan keyin Alloh subhanahu va taoloning sunnati o'zgarmaydi. Illoki siz o'shani qilsangizgina buni ustiga natija bo'ladi. Iymon keltirsagina inson jannatga kiradi. Alloh taolo buni sabab qilib qo'ygan. Alloh xohlasa sababsiz ham inson jannatga kirgizaveradi deyolmaymiz. Ya'ni iymon keltirmagan odam, iymon sababini qilmagan odam hech qachon jannatga kirmaydi. Jahannamda abadiy qolib ketadi. Lekin muboh bo'lgan sabablar borki, Alloh taolo ba'zan uni qilsangiz ham, qilmasangiz ham musabbabini qilib qo'yadi. Shulardan biri rizq topishlik. Rizq topishlikdan Alloh taolo sabab qilib qo'ygan. Uni siz qilsangiz ham, qilmasangiz ham Alloh taolo sizning rizqingizni beraveradi. Lekin o'sha ahli sunna va jamoa ulamolari aytadiki, inson Alloh subhanahu va taoloni hikmatiga iymon keltirishlik uchun, Allohning aytganiga muti' bo'lishlik uchun nima qiladi? Sababini qilishlik lozim. Nimaga? Chunki sizdan ko'ra, bizdan ko'ra tavakkuli Alloh subhanahu va taologa tom bo'lgan kimsalar, Alloh taologa eng oxirgi darajada tavakkul qiladigan zotlar bu sabablarni qildi muboh o'rnida. Islom shariat, Allohning sunnati shu. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam, Rasululloh sallallohu alayhi va sallam ulamolarning ittifoqi bilan butun mahluqotlarning ichida Alloh taolodan eng taqvodor bo'lgan zot. Alloh taolo eng yaxshi ko'radigan zot. Shu bilan birgalikda u kishi payg'ambar bo'lganlaridan keyin ham rizq sabablarini qilardi. Payg'ambar bo'lganlaridan keyin ham rizq sabablarini qilardi. Yoki misol uchun Makkadan Madinaga hijrat qilayotgan vaqtda tamomiy teskari tarafga qarab yurgan. Alloh subhanahu va taolo Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga xitob qilib, biz sizni o'zimiz himoya qilib olamiz degan. Shundan keyin ham sabablarni tutgan. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam nikohlanishligi o'zi bir sabab tutishlikdan bittasi edi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam o'zi aslan nikohga muhtoj bo'lmayardi, bitta duo qilganda. Alloh taologa duo qilib, ya Robbi, meni o'sha nikohga bo'lgan hojatimni ketkiz deganda Alloh subhanahu va taolo ijobat qilardi. Hatto Alloh taologa duo qilganda taomga va sharobga bo'lgan hojatini ketkizgan bo'lardi. Lekin payg'ambar sallallohu alayhi vasallam mana bu dunyoviy narsalarni qilishlik uchun sabablarni tutdi. Muhimi
Alloh subhanahu va taolo aytayaptiki, biz sizlarga rizq berdik. Bunda bilishligimiz kerak bo'lgan narsa, biz sizlarni yaratdik, yo'qdan bor qildik. Va shu bilan birgalikda rizq berdik. Sizlar sabablarni bir chekkaga yig'ishtiringlar. Bu rizqni Alloh taolo berdi. Modomiki bu rizqni Alloh bergan ekan, sizlarni shunchaki behuda tashlab qo'ymadi. Shuncha sizlar uchun, ya'ni butun bashariyat uchun mana bu 7 qavat osmonni yaratdi-yu, 7 qavat yerni yaratgan bo'lsa, behudadan qilib qo'ymadi bu narsani. Balkim bizga payg'ambarlar yubordi. Ulamolar aytadiki, mana bu payg'ambar yuborishligi insonga berilgan eng katta ne'matlardan bittasi edi. Alloh subhanahu va taolo bandaga o'zini tanitib qo'ydi mana shu payg'ambar orqali. Bu birinchisi edi. 3 ta narsani bilishlik kerak. Birinchisi, Alloh taolo bizni yaratib behuda tashlab qo'ymadi. Ikkinchisi, Annalloh la yarda an yushraka ma'ahu ahadun fi ibadati. Demak, yuqoridan olamizki, Alloh taolo bizni behuda yaratmabdi. Bu behuda yaratmabdi deganda nima uchun yaratdi bizni bo'lmasa? Va ma xalaqtul jinna val insa illa liya'budun. Men jin va insonlarni o'zimga ibodat qilishligi uchungina yaratdim. Yaratilishligimizning eng katta g'oyasi, maqsadi, sababi, illati biz Alloh taologa ibodat qilishlik uchungina yaratildik. Va ma xalaqtul jinna val insa illa liya'budun. Ya'ni illa liya'budun bu arab tilida hasrni ifoda qiladi. Yani boshqa maqsad yo'q. İnsonlarni yaratilishligidan yagona bitta maqsad bor. U ham Alloh taologa ibodat qilishlik. Kimki Alloh taologa ibodat qiladigan bo'lsa, Alloh subhanahu va taolo buning uchun tayyorlab qo'ygan mukofot jannatni beradi. Kimki ibodat qilmaydigan bo'lsa, Alloh subhanahu va taolo osiy bo'lganlar uchun yaratib qo'ygan sallallohu alayhi vasallam jahannamga dohil qiladi. Modomiki biz ibodat uchun yaratilgan ekanmiz, ibodatni tushunishligimiz lozim bo'ladi. İbodatni tushunishligimiz lozim bo'ladi. O'zi aslan ibodat nima deganda musannif buni keyingi darslarda aytadi-ku, ibodat degani, lekin biz keyingi darslarda takror bo'lishligi uchun aytib ketamiz. Chunki o'zi aslida 1 marta, 2 marta, 3 marta aytsak taliblarda ham esda qolmayapti. O'shaning uchun takror aytishimiz kerak. Ibodat degani Alloh subhanahu va taolo rozi bo'lib yaxshi ko'radigan jamiki fe'l va amallar ibodat hisoblanadi. Kullu amalin va af'alin yuhibbuhu Alloh va yardahu fa huwa al-ibada. Shayxul Islom ibn Taymiyo rahmatullohi alayhi qavli. Qaysiki bir amalni Alloh taolo yaxshi ko'rib buyurgan bo'lsa, mana shu amal ibodat hisoblanadi. Va mana bu ibodatda asosan 3 ta rukun bo'lishligi shart. Bu 3 ta rukun bo'lmaydigan bo'lsa, ibodat bo'lmaydi deydi. Birinchisi mahabba, ikkinchisi xavf, uchinchisi roja, umid bo'lishligi kerak. Ibodat mana shu 3 ta rukunning ustiga quriladi. Birinchisi mahabba. Siz Alloh subhanahu va taologa ibodat qilayotganingizda Alloh taoloni yaxshi ko'rishligingiz kerak bo'ladi. Ikkinchisi Alloh subhanahu va taolodan xavf bo'lishligi kerak. Xavf, Allohdan qo'rqishingiz kerak. Chunki Alloh taolo qaysiki bir o'rinda jannatni gapirsa, siz jannatni gapirilgandan keyin Alloh taologa yaxshi ko'rasiz, muhabbatingiz ziyoda bo'ladimi? Endi orqasidan jahannamni gapiradiki, insonni Allohdan qo'rqishligi uni ma'siyatdan tiyilishligiga sabab bo'ladi. Uchinchisi roja, umidni hammasini Alloh taolodan qilishlik kerak bo'ladi. Xo'p, mana bu birinchi bizni yaratilishligimizning sababi. Demak, biz behuda yaralmabmiz, ibodat uchun yaratilibmiz. Endi ibodatni insonlar buzib qiladigan bo'ldi. İnsanlarning ichida ba'zilari bor, demak Alloh taolo bizni behudaga yaratmadi. Nima uchun yaratdi? Ibodat qilish uchun. Tamam, bo'ldi, Allohga ibodat qilamiz. Alloh bilan birgalikda boshqasiga ham ibodat qilamiz. Nima bo'lganda ham maqsadimizni yaratilgan maqsad qilyapmiz-ku degan noto'g'ri bir tushunchaga keldi. Alloh subhanahu va taolo aytayaptiki, Annalloha la yarda an yushraka ma'ahu ahadun fi ibadatihi la malakun muqarrabun wa la nabiyyun mursalun ad-dalil qawluhu ta'ala wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'a Allohi ahada. Alloh subhanahu va taolo aytadi, masjidlarning hammasi Allohnikidir. Ya'ni ibodat qilinadigan joy, masjidlarning hammasi Allohnikidir. Alloh bilan birgalikda birorta bir kimsaga duo qilmanglar deyapti. Xo'p, demak, Alloh taolo bizni ibodat uchun yaratgan ekan. Alloh taolo bizdan ana shu ibodatga boshqasini sharik qilishlikka rozi bo'lmaydi. U farishta bo'lsin, Alloh taologa muqarrab bo'lgan, yuborilgan payg'ambar bo'lsin, farqi yo'q. Xo'p, bu ikkinchi bilishligimiz kerak bo'lgan narsa. Biz ibodat uchun yaratilibmiz. Ibodatda muxlis bo'lishimiz kerak, xolis bo'lishimiz kerak. Ibodatda xolis bo'lmasak, buning manfaati yo'q. Uchinchisi, bugungi kunimizda ko'p musulmonlarda ham topilmaydigan 3-sifatlardan bittasi
أن من أطاع الرسول ووحد الله لا يجوز له الموالاة من حاد الله ورسوله ولو كان أقرب قريب. Kimki Alloh taologa iymon keltirib, Allohga itoat qilsa, va Allohning rasuliga itoat qiladigan bo'lsa, mu'minman deb da'vo qilsa, ana bu kimsaga Alloh va rasuliga qarshi chiqadigan kimsalarni do'st tutishligi joiz bo'lmaydi, harom bo'ladi. Agarchi u qarindoshlarining ichida eng yaqini bo'lsa ham. Ya'ni bu islomdagi iymonning eng katta bugungi kunda deyarli topilmaydigan, aksarimizda topilmaydigan hislatlardan biri al-vala val-bara. Alloh uchun do'st tutishlik va Alloh uchun yomon ko'rishlik. Alloh taolo Qur'oni Karimda aytadiki: "La tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man hadda Alloh va rasulahu walau kanu aba'ahum aw abna'ahum aw ikhwanahum aw ashiratahum." Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamga xitob qilib aytayaptiki, Muhammad alayhissalom, siz Alloh va oxirat kuniga iymon keltirgan mu'min kimsalarni, Alloh va rasuliga qarshi chiqqan kimsalarni do'st tutganligini topmaysiz. Hop, arab tilining fasohatidan, Qur'onning balog'atidan. La tajidu qauman deyapti. Alloh va oxirat kuniga iymon keltirgan kimsani, Alloh va rasuliga qarshi chiqqan kimsani do'st tutganligini topmaysiz deyapti. Mu'minlarda ichida yo'qmi? Siz ulamolar aytadiki, qaysiki bir mu'minman deb da'vo qilib turib kofirni o'ziga do'st tutsa, demak bu iymondan chiqib ketadi. Shuning uchun la tajidu deb topmaysa, agar unaqa sifat o'zi da'vo qilayotgan bo'lsa, yo'q, uni da'vosi noto'g'ri deyapti. Ya'ni topmaysan degani o'zbekcha qilib aytadigan bo'lsak, Alloh va oxirat kuniga iymon keltirgan kimsa kofirlarni do'st tutishligi mumkin emas, yo'q unaqa odam. Mu'minmi? Demak, u kofirni do'st tutishligi mumkin bo'lmaydi. Agarchi ana bu kimsalar dadalari bo'lsin, o'g'illari bo'lsin, yoki aka-ukalari bo'lsin, yoki yaqin qarindoshlari bo'lsin, farqi yo'q. Ulayka kataba fi qulubihimul iymon va yadahum bi ruhin min. Mana shu Alloh uchun yaxshi ko'rib, Alloh uchun yomon ko'radigan kimsalar, Alloh taolo ularning qalbiga iymonni yozgan va o'zidan bo'lgan ruh, kuch bilan ularni quvvatlagandir. Va yudkhiluhum jannatin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha. Ularni Alloh taolo abadiy bo'ladigan, ostilaridan anhorlar oqib turadigan jannatga kirgizadi. Radiyallohu anhum. Alloh taolo ulardan rozi bo'ldi. Va radu an, ular Allohdan rozi bo'ldi. Ulaika hizbulloh, ana bular Allohning jamoasidir. Ala inna hizballohi humul muflihun. Ogoh bo'linglar, Alloh taoloning jamoasigina ular najot topgan kimsalardir. Xo'p, mana bu o'rinda musannif sharih hafizahulloh ozgina to'xtaymiz bunga. Juda ham ajib gapiradi. Muvala, Alloh uchun yaxshi ko'rishlik. Mushriklarda kofirlarni o'ziga do'st tutishlik bu harom va gunoh kabira, ba'zi o'rinlarda insonni dindan chiqaradigan ridda hisoblanadi. Kimki Allohga itoat qilib, Alloh taologa iymon keltirib, Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamga itoat qiladigan bo'lsa, Allohni yagona deb biladigan bo'lsa, kofirlarni o'ziga do'st tutishligi joiz bo'lmaydi. Bu yerdagi muvaladan maqsad al-vala val bara degani Alloh uchun yaxshi ko'rishlik. Xo'p, o'zi aslida bugungi kunimizdagi xosatan Navaqidul Islom degan kitobda 8-chi navaqid deb zikr qilinadi, islomni buzadigan amallar. Hozir ikkita narsa bor. Muvala bor va tavalli bor. Muvala va tavalli. Muvala degani gohida bu gunoh kabira bo'lib turib, gohida insonni millatdan chiqarib yuboradigan holatga keladi. Ulamolar aytadiki, muvala ikki qismga bo'linadi. Tavalli va muvala deydi. Hammasini men aytamiz. Muvala, tavalli degani mahabbatu shirki va ahli shirki, mahabbatul kufri va ahli kufri, أو نصرة الكفار على أهل الإيمان قاصدا ظهور الكفر على الإسلام. بهذا الضابط يتضح معنى التولي. Tavallida muvala bilan tavallining o'rtasidagi farqi, muvalada
bir inson bir kofirni yaxshi ko'radi, dini uchun emas. Bir inson bir kofirni yaxshi ko'radi, dini uchun emas, o'ziga kelayotgan bir manfaat uchun. Kofir bilan tijorat qilishi mumkin. Kofir bilan tijorat qilyapti, yaxshi pul topyapti yoki kofir unga yaxshi pul beryapti. Pul berganligi uchun yaxshi ko'radi uni, dini uchun emas, dini yomon ko'radi uni. Yoki misol uchun islom shariatida musulmon kishi ahli kitobga nikohlanishlikka muvoh bo'ldi. Ya'ni insonning tabiatida xotinini yaxshi ko'rishlik bor. Xotinini yaxshi ko'rishlik bor. Endi mana bu xotinini yaxshi ko'rishligi uni dindan chiqarib qo'ymaydi. Chunki bu insonning g'arizasida bor, tabiatida shu. Lekin o'sha xotinini dini uchun yaxshi ko'rsa, har qanday holatda buni ham dini ham yaxshi mashalloh desa, unda u tavalliga o'tib qoladi. Tamam, muvala degani muvala. Ya'ni inson qalbdan yaxshi ko'rmaydi, dini uchun yaxshi ko'rmaydi. Va ba'zi ulamolar aytganki, muvalada amal bo'lmaydi deydi. Muvalada nimani amal bo'lmaydi. Tavallida bo'ladigan bo'lsa, qalbda amali bo'ladi. Tavallida inson shirkni yaxshi ko'radi va ahli shirkni ham yaxshi ko'radi. Kufrni yaxshi ko'radi, ahli kufrni ham yaxshi ko'radi. Va shu bilan birgalikda kofirlarni musulmonlardan g'olib bo'lishligini xohlaydi, kufrni islomdan zohir bo'lishligini qasd qilgan holatda. Shuning uchun ulamolar aytadiki, tavalli. Agarchi kofirlarga tavalli jihatidan ozgina yordam bersam, bitta qalam bilan yordam bersam, kofir bo'ladi dedi. Misol uchun xat yozib qo'yadigan bo'lsa ham kofir bo'ladi dedi. Tavallining ma'nosi eng katta biz bilishligimiz kerak bo'lgan tavallining ma'nosi tavallida shirkni va shirk ahlini, kufrni va kufr ahlini yaxshi ko'rishlik bor. Xo'p, endi aytadiki ulamolar, tavallida amal bo'lmasa ham, ya'ni javorih amali qo'shilmasa ham kofir bo'laveradi. Bir odam musulmonlar bilan kofirlar jang qilayotgan paytda kofirlarni g'olib bo'lishligini qalbdan xohlasa, lekin tamomiy o'zi musulmonlar tarafida turib kofirlarga urushsa ham bu odam kofir bo'ladi. Tushuntira oldingmi? O'zi musulmonman deyapti. Musulmonlarning safida turibdi. Lekin shu urushlik jarayonida ham qani endi shu kofirlar yutsa-da, kofirlar g'olib bo'lsa-da, musulmonlar mag'lub bo'lsa, shu kufrni yaxshi ko'rgan holatda bo'lsa, agarchi o'zi kofirlarga qarshi jang qilayotgan bo'lsa ham kofir bo'ladi deydi. Ammo muvalada bo'ladigan bo'lsa, muvala bu haromdir. Jinsil mahabbatul mushrikin, ya'ni mushriklarni va kofirlarni yaxshi ko'rishlikdan iboratdir. Faqatgina dini uchun yaxshi ko'rmaydi. Dunyo uchun yaxshi ko'radi. Qarindoshi bo'lganligi uchun, xotini bo'lganligi uchun yaxshi ko'radi. Agar mahabbat shirk ahliga dunyo uchun bo'ladigan bo'lsa, wala yakunu ma'aha nusra, shu bilan birgalikda kofirlarga musulmonlarni ustidan g'olib bo'lishlikka yordam bermasa, bunda qilgan ishi gunoh kabira bo'ladi. E'tibor beramiz. Ikkala holatda ham inson gunohkor bo'ladi. Ikkala holatda ham. Dunyosi uchun yaxshi ko'rsa ham, lekin o'shani ham mumkin emas. Alloh subhanahu va taolo sarohat aytayapti. Ammo xotinni yaxshi ko'rishlik bu g'ariza bu. Ulamolar buni istisno qilib chiqargan, bu g'arizadan kelib chiqadi. Lekin muvalada dunyosi uchun yaxshi ko'rib turgan bir o'rinda musulmonlarga qarshi yordam bersa, unda kofir bo'ladi deydi. O'zi yomon ko'radi, kufrni yomon ko'radi, shirkni yomon ko'radi, kofirlarni yomon ko'radi, mushriklarni yomon ko'radi-yu, lekin kofirlarga musulmonlarni yutishligi uchun yordam beradigan bo'lsa, unda kofir bo'ladi deydi. Bugungi kunda bu narsani o'zi alohida bobi keladi inshaalloh kitobda. Bugungi kunda deyarli yo'q bo'lib ketgan narsa. Bu haqiqiy muola. Bundan oldingi o'tgan fazl jihad bobida muolani haqiqati jihodda ko'rinadi. Muolani haqiqati Alloh uchun yaxshi ko'rishlik, haqiqati bu jihodda ko'rinadi. O'shani hisobiga payg'ambar sallallohu alayhi vasallam men kofirlarning orasida yashaydigan musulmonlardan bariman dedi. Nimaga desa, chunki insonning tabiati yumshoq bo'lib ketadi. Men qo'mshim dedi, mashalloh yaxshi odam dedi. O'zi kofir o'zi. Esa zo'r odam dedi. Ya'ni kofirga bo'lgan muhabbat paydo bo'lishni boshlaydi, natijada inson sallallohu alayhi vasallam dindan chiqib ketadi. Bugungi kunda misol uchun Yevropada yashayotganlar ko'rinmayaptimi shu? Amerikada yashaydigan Amerikani maqtaydi. Yevropada yashaydigan Yevropani maqtaydi.
Vaholanki eng katta islomga zarar berib turgan joylar bo'lsa ham, yo'q, bu yer yaxshi deydi. Hatto prezidentini gapirganda hurmat bilan gapiradi. Olimni gapirsa unchalik hurmat qilmasligi mumkin, lekin ana shu prezidentini gapirganda hurmat bilan gapiradi. Bu shirkni yomon ko'rishligi mumkin. Mushrik ahlini yoki kufrni yomon ko'rishi mumkin. Uni ahlini ham yomon ko'rishligi mumkin. Lekin bunda muvala bor. U yerda sharoit yaxshi qilib bergan. Dunyosi yaxshi bo'layapti, yaxshi pul topyapti, xotirjam bo'layapti. Lekin agar yaxshilab qaraydigan bo'lsak, Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning hadislarida nimaki qaytarilgan bo'lsa, ko'zingizni yumib qasamda chin xonis bo'lmaysiz. Vallohi albatta 100 zarari bor. Yo'q, mingga ming zarari bor, millionga million zarari bor. Zararni endi sekin-sekin ko'rishni boshlayapti. O'zlari yoshligida yigit bo'lgan paytda balla chaqasi hali katta bo'lmasdan turib borib olgan, endi o'shani musibatini ko'ryapti. Farzandlaridan musibatini ko'ryapti. Shuni hisobiga ulamolar aytadiki, qaysiki bir o'rinda shariatda nimadan qaytarib kelgan bo'lsa, shundan qaytmasa Alloh subhanahu va taolo buni musibatini insonni hayotida ko'rsatadi. Hayotda ko'rsatsa ne'mat bu, oxiratda ko'rsatmasin. Agar insonda musulmon kishiga bir qilgan gunohi sababidan Alloh taolo dunyoda musibat beradigan bo'lsa, Alloh subhanahu va taolo o'sha musulmonni yaxshi bo'lishini xohladi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam aytganlaridek, Riyozul Solihinda Navoiy rahmatullohi alayhi zikr qilgan, agar Alloh taolo bir qavmni yaxshi ko'rsa, gunoh qilsa o'sha zahoti musibat beradi. Ammo tadarruj qiladigan bo'lsa, gunoh qilishlikda davom etadigan bo'lsa, Alloh taolo bu yerda imkoniyatini berib qo'ysa, aksar holatlar oxirgi paytlarda eshityapmiz, misol uchun yana o'rtacha eng kamida 1 oy bo'ldi, birodar bilan gaplashib qoldik, Amerikadan kelgan birodar bilan. Juda musibat. Bolalar dadasiga dam bergan, qizlar dam bergan. Xohlagan joyda yuradi. Ozgina shikoyat qiladigan bo'lsa, bo'ldi, men yoshimga yetdim deydi. Mana shuni o'z zotan kifoya qiladi uni. Musibat ekanligiga kifoya qiladi. Shuning uchun Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytganlarki, men kofirlarning orasida yashaydigan musulmonlardan bariman. Nimaga? Chunki sallallohu alayhi vasallam aylanib unda islom qolmasligi mumkin. Allohul musta'an. Almuhim bu bugungi kunimizda deyarli yo'q bo'lib ketgan, juda ham ko'p gapiriladigan mavzular bo'lishlik kerak o'zi aslida. Lekin afsuslar bo'lsinki, qisqagina bir kichkinagina risolachani olib turib shu haqda gapiradigan bo'lsangiz, siz haqingizda har xil gaplar aytishni boshlaydi. Buni o'zi aslida bunaqa edi, bu o'zi bunaqa edi deydi. Vaholanki oldingi ulamolarning holatiga qarang-da. Misol uchun mana undan oldingi o'qigan kitobimiz Masharikul Ashvoq. Bu 814-yil vafot etgan musannif. 814-yil degani eng kamida hozir 400-600 yildan oshdi. Ya'ni vafot etganiga 630 yil bo'lyapti. 630 yil vafot etganiga. Endi bu kitobda yozgan tiriklik paytida yozgan. 650 yil. O'sha paytda musulmonlarda nima zaiflashgan edi? Jihad zaiflashgan edi. Jihodga bor e'tiborini berdi. E'tibor beriladigan bo'lsa, yozgan gaplar qattiq gaplar gapirgan. Endi o'zi aslida olim bo'lgan odam psixolog bo'lishi kerak. O'sha jamiyatni qayerini isloh qiladigan bo'lsak, musulmonlar oyoqqa turadi. Bugungi kunimizda al-vala val baroga juda ham katta ahamiyatga, muhim bo'lgan mavzulardan bu. Har doim o'sha namoz, ota-ona haqida gapirmasdan hech bo'lmasa 5 daqiqa mana bu al-vala val baroni ham gapirishlik kerak. Ko'rilmayapti bugungi kunda islomni o'zi buzilishligiga eng katta sabab mana shu muvaladan kelib chiqqan. Andalusda suqutini qarang, tatarlarning kirib kelishligini qarang yoki solibchilarning kirib kelishligini qarang. Tarixni qaraydigan bo'lsangiz, 98 ko'zingizni yumasiz, 98 muvala bo'lganligi uchun. Ya'ni kofirlar bilan oshna bo'lgan, osh qattiq bo'lgan. Misol Andalusda masalan suqut bo'lishligida ham shu narsalar sabab bo'lgan. Nimaga? Ana shu Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning hadislari bekorga qaytarilmadi. Kofirlar bilan qancha yaqin bo'lgan sari hattoki bugungi kunimizda ko'ryapmizki, musulmonlardan ustun qo'yadigan bo'lib qoladi. Ya'ni o'rislar bor-ku deydi. O'shalar chestni bo'ladi dedi. Nechta musulmoningdan ko'ra yaxshi deydi. Qarang, sarohat aytadi. Amerikadagi amerikanlar bor-ku deydi. O'zi qancha musulmonlardan yaxshi deydi. Musulmonlar dedi kazzob deydi aytiga. Sen dedi o'sha musulmonlarda yashab turgan joyida o'shandaqa mol dunyoni qo'y, uningdan ko'ra yaxshi bo'ladi islom bilan birgalikda. Bu shunaqa tabiatda o'sgandan keyin nima qilsin u bechara? Bu ota-onasidan boshlagan aldanishdi. Maktabga borsa o'qituvchisidan boshlagan. Ishga kirgandan keyin patronlardan aldanishni boshlagandan keyin bundan nima chiqadi? Lekin asosiy mezon nima? Bu kofir, uni o'ris, uni amerikalik kofir Alloh taologa tuhmat qilyapti, shuni o'zi kifoya qilmaydimi? Yomon ko'rishlikka kifoya qilmaydimi o'zi aslan?
Mana bu tushunchalar yo'q bo'lib ketgan bizga. İnsonlarda bitta qoidamiz bor. İnsonlarda qanaqa yaxshi hislatlar bo'ladigan bo'lsa, kofir bo'lsin, musulmon bo'lsin, mushrik bo'lsin, buddizm bo'lsa, insonlarda qanaqa yaxshi xususiyatlar bo'lgan bo'lsa, hammasiga islom buyurgan. Musulmonlar bu narsani qilmasligi islomda ayb emas. Shajoat deysizmi, sahiylik deysizmi, muruvvat deysizmi, halimlik deysizmi, sabrlilik deysizmi, o'sha kofirlarda topilayotgan bugungi kundagi chestniylik deysizmi, rostgo'ylik, sodiqlik, sidq, hammasi musulmonlarda islom dinida bor. Faqatgina ularda amal qilmasligi, musulmonlarda amal qilmasligi bu islomga zarar beradigan narsa emas. Tamommi? Lekin mana shu gap juda ham xatarli gap o'zi aslan. Mana kofir musulmondan yaxshi degani xatarli gap. Nimaga? Alloh taoloning nazdida mana musulmon fosiq kofirdan 1000 marotaba yaxshi. Chunki bu musulmon fosiq bo'lsa ham, eng musulmonlarning ichida jirkanch musulmon bo'lsa ham jannatga kirishligi umid qilinadi. Bu buni musulmon fosiq bo'lsa ham, eng musulmonlar ichida pasi bo'lsa ham Alloh subhanahu va taologa tavhidi bor buni. Alloh taolo eng yomon ko'radigan shirkni qilmayapti bu. To'g'ri ma'siyatni qilyapti, zinosini qilyapti, sallallohu alayhi vasallam arog'ini ichayapti. Lekin nima bo'lgan taqdirda ham Alloh taologa shirk keltirmayapti. Alloh taolo g'azablanadi degan eng yomon ko'rgan amalni qilmayapti. Kofir bo'ladigan bo'lsa, zotan siz uni bitta chesniyligini olib turib musulmonni afzal qilishlik bu zulm bu. Bittagina chesniy hayotiga kiring uni. Zinoga to'lib toshib yot, aroqqa to'lib toshib yot. Bitta chesniyligini olib turib musulmondan yaxshi deyishlik bu odamni ahmoqligiga dalolat qiladi, boshqa narsaga dalolat qilmaydi. Bugungi kunimizdagi xulosaga oladigan bo'lsak, darsimizda 3 ta narsani bilishligimiz lozim bo'ladi. Alloh taolo bizni yaratdi, rizq berdi, behuda tashlab qo'ymadi, ibodatga buyurdi. Endi mana bu ibodatimiz komil bo'lishligi kerak, uning uchun Alloh taologa shirk keltirmasligimiz kerak. Endi mana shu ibodatni komil bo'lishlik uslublaridan biri al-vala val bara. O'zi aslida al-vala val baroni chiqadigan so'qoqi charvog'i jihodga chiqaradi. Al-vala val bara qilganingizdan keyin kofirlar sizni yo'q qilishlikka majbur. Sizni yo'q qilishlikka majbur bo'lgandan keyin siz ularga qarshi kurashishingiz kerakmi? Siz endi darvozasidan al-vala val bara darvozasidan kirganingizdan keyin nihoyasi jihod bo'ladi. Charvog'i jihod bo'lganligi uchun bugungi kunda al-vala val baroni gapirtirmayapti bizga. O'shani hisobiga siz imomlardan al-vala val baroni eshitmaysiz. Shuni hisobiga kofir demagin, balkim o'layotgan paytda la ilaha illalloh deb qo'ygandir deyotgan gaplar mana shuning uchun chiqyapti. Shuning uchun kofir, musulmon degan joyda yo'q, buni kofir sal xuniga eshitilyapti, kofirlar xafa bo'lyapti. Buni g'ayri muslim qilib yoz deb turib Makka da shuncha yoziryapti. Hammasi natijasi al-vala val barodan bo'lyapti. Chunki al-vala val baro qilgan haqiqiy mu'min albatta 100% kofirga qarshi turishlikka majbur. Boshqa chorasi yo'q uni. Faqatgina buni bizga tushuntirmayaptiki, ko'zi uyg'onib qolmasin, musulmonlar uyg'onib qolmasin. Bugungi kunda bizdan talab qilayotgan Yevropa Yevropacha islom talab qilyapti. Amerika Amerikacha islom talab qilyapti. Rossiya Ruscha islom talab qilyapti. Ularda o'sha aytganiga qilingda islomiy zarar bermasin. Namozingni o'qi, namoz bizga zarar bermaydi. Lekin siyosatga aralashmaydi, jihad haqida gapirmaydi. Hatto kerak bo'ladigan bo'lsa, ba'zi bir o'rinlarda o'zlariga zarar bo'ladigan bo'lsa, roza haqida ham gapirmagin deydi. Shayx mana shu o'rinda juda ham ajib gapni gapirdi. Men shu o'zi to'xtatmoqchi edim, esimga tushib qoldi. Al-vala val bara bugungi kunda deyapti, Amerika bizdan Amerikacha islomni talab qilyapti. Unda nima qilasiz? Hamma insoniylik deydi. Insonmi bo'ldi deydi. Diniga e'tibor berma, yaxshi ko'r. Alloh taolo uni inson qilib yaratdi, bo'ldi, mana shu narsa kifoya qiladi deydi. Lekin deydi ular deydi. Musulmonlar deydi, diniga ozgina amal qilishni qo'rqishni boshlaydi deydi. Oddiy misol uchun 100 ga chiqqan shayxni tili bilan aytaman, 100 ga chiqqan jun. Buni nima ahamiyati bor ular? Nima ahamiyati bor? Musulmonni yuzidan chiqib qoladigan bo'lsa, bu terrorist bo'lib qoladi. Musulmon o'zi chiqarmaydi buni. Yuziga bir jun chiqib qoladigan bo'lsa, mana shundan ham qo'rqadi. Vaholanki kofirlar maylovini ham, soqolini ham, hamma badanini jun qilib olsin, qo'rqmaydi undan. Nimaga qo'rqadi? Chunki bu islomning shiori bo'lib qolganligi uchun qo'rqadi. Bugungi kunda al-vala val baroga buni sal bo'lsa ham taalluqli bo'lgan joy bu qarasa, yomon qara soqol qo'yibdi. Ertaga bu deydi, boshqa narsani o'rganadimi? Bo'ldi, bizga qarshi chiqishni boshlaydi-da. Oddiy bir misol Alloh subhanahu va taolo erkak kishini jamolati, rujulati qilib qo'ygan, bu insonni ixtiyorisiz o'sadigan juniga ham qo'rqadigan qilib qo'yadi. Endi bunga qarshi hattoki musulmon mullavachchalar ham chiqishni boshlaydi, o'zi bu soqolni qo'yishlik deydi.
o'zi muboh deydi. Ba'zilari chiqib turib bu arablarning o'zini odati deydi, qo'ymasang ham bo'laveradi deydi. Qarang, oddiy bitta mana junam agar inson islomiga amal qilsa o'zi aslan. Musulmonlar islomiga amal qilsa kofirlar junam qo'rqitadi. Qo'rqadi sizdan, rasmiy qo'rqadi. Takbirdan qo'rqadi. Alloh subhanahu va taoloning diniga amal qiladigan bo'lsa, Alloh subhanahu va taoloning va'dasi bor mana. Darsdan oldin aytildiki, Alloh taolo hech qachon va'dasiga xilof qilmaydi. Misol uchun hijratga chiq, erkinlik beraman dedi. Chiqing, haqiqatda erkinlik bo'ladi. Endi bir odam yangi chiqqanda ozgina bir mashaqqat bo'ladigan bo'lsa, bu inshaalloh kitobimizda keladi, oxirida Alloh muvaffaq qilsa, ozgina mashaqqat bo'ladigan bo'lsa, bu mashaqqat, men eplanmadim, qaytib ketmaslik kerak. Oddiy bir misol tijoratga kirsangiz ham necha marta bankrot bo'lyapsiz-da, keyin yana oyoqqa turib ketyapsiz. Alloh taolo sizda haqiqatda Alloh uchun, Allohning dinini himoya qilishlik uchun chiqdingizmi, sodiqligingizni imtihon qilishlik kerak. Al-muhim Alloh taolo va'dasiga hech qachon xilof qilmaydi. O'sha va'dalardan bittasi agar musulmonlar o'zini diniga amal qiladigan bo'lsa, kofirlar ustidan hukmron qilib qo'yishni va'da qilgan. O'shani hisobiga Umar ibn al-Hattob radhiyallohu anhu ning zamonasini qarang. Umar ibn al-Hattob radhiyallohu anhu bugungi tilda aytadigan bo'lsak, imperator bo'lgan. Prezident bo'lmagan, podshoh ham bo'lmagan, imperator bo'lgan. Lekin nima qilardi? Qanaqa holatda o'qilardi? Rumdan elchilar keldi. Forsdan elchilar keldi. Ular qayerda kutgan? Katta bir hashamatli bir qasrlarda kutganda, ana Umar qaytdi deganda, yur degan olib boraman degan. Darul Qado degan bir joy bo'lgan, haroba bir uycha bo'lgan, daraxtda edi, qumda yotgan bo'lgan. 72 ta yamog'i bor kiyimida. Arjina, Skechers boshqa narsa kiymagan. 72 ta yamog'i bor narsani kiygan. Qani Umar deganda, mana degan. Shu Umar degan. Mana shu inson dinga amal qilganligi uchun Alloh taolo butun dunyoni yer yuzini bo'ysundirib qo'ymadimi? Butun dunyoni yer yuzini bo'ysundirib qo'ydi. Umar desa kofirlar qo'rqardi. Umar ibn Abdulaziz 5-xalifa. Umar ibn Abdulaziz holatini qarang. Alloh subhanahu va taoloning diniga amal qiluvdi. O'sha mintaqasida zakot oladigan odam qolmagan. Bugungi kunda shiyor shu, Alloh taoloning sunnati o'zgarmaydi. Allohning sunnati o'zgarmaydi. Musulmonlar diniga amal qilsin, Alloh taoloning hukmron qilib qo'yadi. Qachoniki dinni zaif qilib turib xor qiladigan bo'lsa, Alloh taolo o'sha musulmonni xor qilib qo'yadi. Shuning uchun al-vala val baro haqida gapirishlikka juda ham muhtojmizki, musulmonlar uyg'onishligi uchun. Xulosasi, al-vala val baro darvoza charvog'i jihad bo'lganligini hisobiga bugun bizga kofirlar buni gapirtirmayapti. Allohu taala alam. Alloh subhanahu va taolo islomga, musulmonlarga izzatini qaytarishligini Allohdan so'rab qolamiz. Subhanallahi va bihamdihi, ashhadu an la ilaha illa anta, astagfiruka va atubu ilayk.